O'zbekistonda yangilik do'stlar, ekonom pechkamizni yangicha varianti bo'ladi. Kigli pechka bo'ladi do'stlar. Xo'p, sutkasiga 20 kilo, 25 kilo rasxod qiladi. Ikkita uyda bemalol isitadigan bo'ladi. Ikkita uyda o'rtasiga qo'ysalar, bemalol isitadigan pechkamiz bo'ladi. Do'stlar, xo'p, buni listlari, narx-navolari, rasxodlari hammasini batafsil tushuntirib o'tib ketamiz. Bizning narxi 2 million 100 ming so'm bo'ladi. Rasxodi 20 kilodan 25 kilogacha bo'ladi. Listlari uchli qora rossiyskiy listdan bo'ladi. Xo'p, kraskalari 1200 gradusgacha bemalol chidaydigan bo'ladi. Hid chiqarmaydi, tutamaydi, garantiyasi beriladi. Xo'p, ichki sistemalarni ko'rsatadigan bo'lsak, xo'p, ichki sistemalarimiz ham eng tagi chugunli bo'ladi. Turba sistema va cho'gin bo'ladi. Bemalol o'tinlarini tashlasalar ham bo'laveradi. Tagidan ham ko'rsatsak bo'laveradi. Bundan tashqari buni kuldonlari ham bo'ladi. Kuldonlari ham bo'ladi. Bemalol kuldonlarini ham olib tashqariga to'ksalaring bo'laveradi. O'sha aytib o'tayotganimizdek uchli qora rossiyskiy lista bo'ladi. Hid chiqarmaydi, tutamaydi, garantiyasi beriladi. Ikkita uyda o'rtasiga bemalol qo'ysalaring bo'laveradi. Undan tashqari ovqat-po'qot, choy poylarini ham qaynatsalaring ham bo'laveradi. O'zbekistonda yangilik, yangi ishlab chiqardi. Bundan tashqari gibrid pechkalarimiz ham bor. 3 xona uyga beradigan gibrid pechkalarimiz bo'ladi. Buni rasxodi xo'p 16 kilodan 22 kilogacha beramiz. 3 xona uyni bemalol isitaveradi. Bunga ham bitta yangilik qilib qo'yganmiz. Xo'p, eng tagida buni ventilyator qo'yadigan joyi bo'ladi. Ventilyatorlarni ham qo'shib beramiz. Faqat 100 ming so'm ventilyatoriga minib bo'ladi. Bu ham aytib o'tganimizdek uchli qora rossiyskiy lista bo'ladi. Ichlari, taylari turba sistema bo'ladi. Bemalol 3 xona uyda bemalol isitaveradi. Bu ham o'sha aytib o'tganimizdek hid chiqarmaydi, tutamaydi, garantiyasi beriladi. Xo'p, bundan tashqari kraskalari 1200 gradusga chidaydigan bo'ladi. Xo'p, tozalaydigan ko'sovi bo'ladi. Buni ham ichida zaslongasi, kuldoni hammasi komplekt bo'ladi. Xo'p, bunimiz ham narxi 2 million 100 ming so'm. Bundan tashqari ekonom pechkalarimizni hop 20 ga 20 ligi bor, 25 ga 25 ligi bor. 1 million 50 ming so'mdan boshlanib 1 million 300 ming so'mgacha narxlari to'xtaydi. Undan tashqari buni ham aytib o'tganimizdek uchli bo'ladi. Taglari cho'yan bo'ladi. Hid chiqarmaydi, tutamaydi. Yana buni mahsulotlari aytib o'tganimizdek o'sha zaslonkasi, kuldoni, tozalaydigan nagari hammasi komplekt bo'ladi. Tutamaydi, hid chiqarmaydi, garantiyasi beriladi. Kraskalari 1200 gradusga bemalol chidaydigan bo'ladi. Kecha bunimizni spitaniya qilganmiz, blogerlarimiz kelgan. Kunlari bilan turibdi, mana xudo xolasa zo'r effekt beradigan pechkamiz bo'ladi. Xo'p, o't yonadigan joylari двойной bo'ladi, ichiga qoplangan bo'ladi. Buni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, ichlari qoplangan bo'ladi. U o't yonadigan joyiga qoplab qo'ygan bo'lyapmiz. Bu taraflariga ham, eng tagiga, bu taraflariga ham. Xo'p, ashidlari qalinroq bo'ladi. O'sha aytib o'tganimizdek, bu joylar qarinroq 5 va 6 bo'ladi. Xo'p, aytib o'tganimizdek 1 million 50 ming so'mdan boshlanadi. 1 million 300 ming so'mgacha. Bundan tashqari o'sha gibrid pechkalarimiz, buni ishlab chiqaradigan seximiz bo'ladi. Seximizda ham xudo xolasa cheklanmagan miqdorda bor. Bemalol telefon qilsalaring, chiroyli qilib yetkazib beriladi. Pastdan nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.